Qoch, uchaman. Hozir ushiraman men senlarni. Senlarga gilam diyor deganmidim? Mana suv olib keldim. Sirrini ushirding. Chak! Devlet, bunga o'xshamay o'l. Uka tur gilam yuvaylik. Kosa bilan yuvinglar suv ketadi. Mana. Qochiraman, suvni qochiraman. O'yin qilma bola, go'sht gilang deyman hozir. Oyog'im ko'pik bo'ladi. Ko'tarlaring. O'z opayani ustiga yoylaring. Qaychida katta xolam tuxumlarni yig'ishtirib kellaring. Bo'l, nechta ekan? 2 ta. Bitta. Ikkitami, bittami? 1,5 ta. Qaramaysan. Berdim. Ana, endi pichak chiqolmaydi-da bu yerda. Ey, lamlamang yur, ey. To'g'ri yuribman-ku. Ha, chuqurroq suqinglar bo'lmasa chumchuqlar yeb ketadi. Tez. Retta ish bersa tualetga kirib oladi, endi bu chiqmaydi. Chiqolman-ku. Tezlash. Ana endi hech balo qo'nmaydi. Menga mol. O'zimga olaman. Tegma, qurisa yeysan shuni yeb to'ymaslar. Men sen ko'ylak olib kelaman. Dadananikidan-ku bu. Men yo'qyapsizmi? Akangnikini kiyasan. Ustingni kir qilyapsan, to'r, ey. Ana bodringkalarga bodringcha. Nega qilib bering? Senga pomidordan qilib beraman. O'xshaydimi? Ha, udar bo'lar. Ona, biz UBS universitetiga topshirmoqchimiz. 300 ta grantda bor ekan, viloyatga kelgan talabalar uchun yotoqxona ham bor ekan. Stipendiya ham berar ekan. Real tekin ona. Va chet elda o'qib amaliyot oshirish mumkin ekan, aya. Ana endi kallanglar ishlash boshlabdi. Mana nima uchun men sizlarni uraman? Mana. Ana bor ekan-ku. Rahmat, ertaga chiqarib beraman, jon. Ona, Qaramon tog'am ketman so'rab chiqdilar. Dadangga aytmasdan hech kimga hech narsa berma. Kivi. Berdingmi? Sen kuchuk beparosat! Yoshlik sani o'ylamagankan. Hech kim joyidan qimirlamasin, hammani qo'lga olinglar. To'xta. Bo'ldi. Qimirlama. O'zi zo'rg'a qimirlagan edim. Onalarni himoya qilish jamiyatga yetib keldi. Uyalmaysanmi shunaqa narsalar qilgani? Men bu yo'lga adashib kirib qoldim-da. Tekshiring. Toza. Siznikimi? Ha, bizani oshxonamizda kartoshka. Oyijon, kechiring. Qizim nimaga yerga tekkandan keyin haddi bizani uyga kelib naqsh olib ketaverasizlar. Majbur bo'ldim telefon qilishga. Bu meniki uyimdan olib kelganman. Bo'ynimga qo'yaman deb o'ylamang. Baribir tan olmayman. Ko'ramiz. Ekspertiza xulosalariga ko'ra piyoladagi barmog'i onaga tegishli. Piyola onaniki. Dadasi chiqing qizlaringizni urishib qo'ying. Nima degan gap bu? Aman chiqolmayman, o'tgan safar kiyimlar olib ketdi bular. Sizga kichikindiki o'zga beraman deb. Voy, mani sho'rim qursin. Nima degan gap bu? Ro'mol chaqadi. Mana bumi xola. Onangizor, men bu ishni bilmay qildim, onajon. Men tapchikam. Ikkinchi poyqani buni. Mana xola hamma qo'shiq belgilarga chip o'rnatdik, endi qayerdalar ko'rinib turadi bemalol. Rahmat o'g'lim, yaxshi ham sizlar bor ekansizlar. Olib chiqing jinoyatchilarni, biz bor ekanmiz, hech qaysi yerga tekkan qiz o'z uyida narsa olib keta olmaydi. O'tlining til qattiq qopti ekan-ey. Qaytib bunaqa narsalarni yutmang. Oshqozonga zarar bu. Kerakli buyum edi-da.